Minut ketdimi? Ketdi. Qo'lingizni yopib qo'ymadim? Yo'q. Assalomu alaykum do'stlar. 23-dekabr 2025-yil tugatyapti. Bu endi mana bu stetoskop. Buni nimaligini bilasizlar. Bu bilan o'zimni yuragimni tekshirmayman. O'zimizni qalbimizni tinchlantirib chiqamiz. Bu bilan arilarning holatini bittadan quloqidan eshitib, holatini aniqlab chiqamiz. Keling ko'rsataman. Mana misol uchun qulog'ingizga taqib olasiz. Va arini litogiga qo'yib turib, bitta chertsangiz yashikni, ichkaridan ovoz chiqadi. Shu ovozga qarab turib, aringizni holatini bilib olishingiz mumkin. Agar qisqa vijillab turib tinchsa, arilar tinch, ovqati bor, ona arisi bor bo'ladi. Agar arilar uzoqroq vijillab ketsa, ularning ovqati tugagan bo'ladi. Shuning uchun mana shunaqa uzoqroq bo'lib qoladi. Lekin o'sha 3-holat bor, 3-holat. Uzoqroq vijillaydi, lekin orada bitta arilari bij qanot qoqqan holati bo'ladi. Bu nima beradi bizga? Bu degani ona ari qishda o'lib qoldi degan ma'lumotni beradi. 4-holat ham bor. Hech qanaqa ovoz chiqmaydi. Unda ari o'lib qolgan bo'ladi, yashigingiz bo'sh bo'ladi. Shunga qarab turib diagnoz qo'yib chiqsangiz bo'ladi. Bu bor yo'g'i qish davomida 3 marta qilsangiz bo'ladi. Mana yangi yilda hozir men qilib chiqdim. Agar mana bunaqa stetoskopingiz yo'q bo'lsa, oddiy shlanka mana. Oddiy shlanka, bu uyda gaz shlankasi bor ekan, bundoq qulog'ingizga ushib olib, tepelitoga mana olib keling. Mana teshigiga bundoq qilib tiqatib tiqsangiz, o'zi ichkaridan arilarning ovozi eshitiladi shundoq qulog'ingizga. Qiyin emas. Hozir shunaqa qilib chiqib, bitta arim vij qilib dolga vijillab qoldi. Ochib ko'rdim. Mana bu yog'ini ko'rsating. Oyog'i tekinloy, faqat ikkita bo'lasiz. Mana arilar hozir ko'tarib hammasini ko'rib chiqdi. Mana bu bilan dimari tutatib, arilar yuribdi bezovta bo'lib, ustini qorini tushirib, kovlasak, haqiqatan ham ona arini topa olmadik. Ona ari pastda yiqilib yotgan ekan. Hozir olib ko'rsatamiz. Pauza bosib turing bu yerga. Pauza mana bunisi. Tot. Taberki tota. Mana demak bolalar, do'stlar, ona ari pastda o'lib qopti. Shundoq bo'lsa ham yonida 3-4 ta ari buni tiriltirishga harakat qilyapti. Buni biza ko'rib chiqqandan keyin tegini oxir ona arini topolmasdan qarasam yerda yotgan ekan. Demak, ona ari o'lib qolgan. Xo'sh, o'lib qopti ham deylik, nima qilamiz desak, o'lib qolganda ham yana 3 ta variant bor. Birinchisi, buni yoniga qo'shib yuborsak bo'ladi. Shundoq mana bu taxtacha bilan teshib qo'ysak, lattani ko'tarib. Ko'rinyaptimi? Mana bundoq qilib tiqib qo'ysak, bu arilar nariga o'tib ketadi. Ikkinchi moment. Bunga hozir bizlar shu qo'llaymiz. Bu ana orqada bir ikkita kichkina mamlaqa klubda qolgan arimiz bor. Shuni ramkasi, ona arisi bilan olib kelib mashqqa qo'yamiz. Qishda bular janjal qilmaydi, qo'rqmanglar. Yoniga emas, razriv orasini ochib tiqsak ham bo'ldi. Bular shu ona arini hozir bular ona ariga zor bo'lib turibdi. Ona ari chiqazishga rasplodi yo'q, imkoniyat yo'q. Qish temboli bular o'z nerish qilyapti. Ona ariga zor. Sammi glavni buni ertaroq aniqlaganimiz yaxshi bo'ldi. Agar buni 1 oy, 2 oy qolganda haligacha turtovka bo'lgan bo'lishi mumkin edi yoki arilar siqilib ancha qornini ovqat yeb siqilaverib, qornini tirraq qilib qo'ygan bo'ladi. Lekin arilar unaqa qoraymagan, haligacha yosh. Yaqinda bu ona ari o'lgan bo'ladi. Shu usul bilan hozir buni tuzatamiz. Yana bitta gapni aytib o'taman, ko'p gapirmayman. Arilarni qishda utilitet qilmaymiz, bizlar oldin ham gapirganmiz. Bu bo'yicha kitoblarda aytilgan-ku, arilar sovuqdan qo'rqmaydi. Asalarichi sovuqdan qo'rqadi. Arilar sovuqdan qo'rqmaydi, arilar ochlikdan qo'rqadi. Arilar sovuqdan qo'rqmaydi, arilar namlikdan qo'rqadi. Shu narsani esdan chiqazmanglar. Yana bitta kecha kitobda o'qiganim esimda tushdi. Qishlov bu asalarichilikning fundamenti deb atagan Kondratyev yoki Kulogin degan shaxs bo'lgan asalarichi. Bu 100 yil oldin shu odamlarning gapi o'tdiki, men aytaman-ku, asalarichilikning fundamenti bu matkavodstvo desam, men o'zim matkavod o'zimni hisoblaydigan bo'lsam, shunaqa anaqalar ham bor ekanki, qishlov bu asalarichilikning fundamenti deb atagan o'limlar ham bor ekan. Shuning uchun asalarilarni qish davomida eshak, qo'y, molga o'xshagan turib har kuni kovlavermaymiz, bezovta qilmaymiz. Mana bu tutun menga xalaqit beryapti. Mana dekabr oyining oxirida bittadan qo'lingizga anaqangizni taqib olib, bitta tekshirib chiqing. Yanvar oyida tekshiring, fevralda tekshiring. Bo'ldi. O'zi ichida g'izillagan ovozdan siz muammosini bilib olasiz. Hadda bezovta qilursangiz, ular keyin ko'proq ovqatlanib tirraqi bo'ladi. Shunaqa qilib aringizni sog' salomat bahorga chiqib olinglar. E'tiborlar uchun rahmat. Yana etinglar yengilliklarni, shunga qarab men video chiqazay.
sizda matka o'lib qolganda nima qildingiz? Men qaysi temalarda sizlarga qo'shimcha video chiqaziz? Shularni yozinglar. Shunga qarab men harakat qilaman, yana video chiqazishga. Rahmat do'stlar. O'chir. Chirbek. Shu o'yinlar Operator bek aka.